Spotify 2025-yildagi idollarning reytingini e'lon qildi. Top 20 ta eng yaxshi idollar va guruhlar. 20-dan boshlaymiz. Saja Boys, 19 TXT, Tomorrow by together. 18-o'rinda J-Hope, 17-o'rinda aespa, 16-o'rinda bu New Jeans. Shuncha atrofda bo'layotgan muammolarga qaramay. 15-o'rinda esa bu Seventeen, 14-o'rinda bu Lisa, 13-o'rinda esa bu Jin, 12-o'rinda bu Lee Seraphim. Smarter baby smarter. 11-o'rinda bu Jimin, 10-o'rinda bu Katsuya, 9-o'rinda bu ENHYPEN, 8-o'rinda esa Jungkook, 7-o'rinda esa Blackpink guruhi, 6-o'rinda Twice, 5-o'rinda esa Hendrix, 3-o'rin Jennie. 2-o'rinda esa bu Stray Kids. Haqiqatan bu juda ham ko'p mehnat qilgan guruh mening nazdimda. 1-o'rinda esa yangi qo'shiq chiqarishmaganiga qaramay, birinchilikni qo'ldan boy bermagan guruh BTS. Aytiraman, bu meni reytingim emas, bu aynan Spotify tomonidan rasman e'lon qilingan top 20 ta reyting edi. Hozircha shu edi. Obuna bo'lishni unutmang. Hammaga